Assalomu alaykum go'zallarim, omonmisizlar? Keyingi nalchi narsalarimizni O'zbekistonga yana jo'natib yuboryapman Koreyadan. Optim kosmetika do'konlaridan olaman. Olgan narsalarimni sizlarga obzorini qilib berayin. Rona CC kremimiz, bundan juda ham ko'p sotamiz. Bu safargi nalchida ham 150 ta jo'natyapman. Keyin Centella mini naborimiz 260 ming so'mdan. Misha kushonlarimiz quruq yuzlarga, yog'li yuzlarga tonalkasi ham SPF-kasi ham bir quyoshdan yaxshi himoya qiladi. 18 yoshdan ishlatish mumkin bo'lgan Fellow Intim duxiylarimiz ichki kiyimlarga ishlatishga ham, duxiy qilib ishlatishga ham juda ham zo'r. Yuz uchun har xil yuz tozalovchi penkalarimiz, hammamizga mashhur bo'lgan yuzda yaxshi himoya qiladigan SPF kremimiz Bioto Johnsondan. Akssuaydi serumi ham terini chuqur namlantiradi. Tarkibidagi niasinamidi teridagi xira dog'larni ochartirib beradi. Kremi bilan birga ishlatsa ham bo'ladi, o'zini alohida ishlatsa ham bo'ladi. Teriga chuqur namlantirib, teridagi xira dog'larni ochartirib berishga ishlab beradi. Dezodorantlarimiz kuchli terlaydiganlarga, teriga allergiyasi bor hamda kamroq terlaydiganlar uchun foydalansa bo'ladi. Dezodorantimiz 14 yoshdan boshlab 13-14 yoshdan boshlab ishlatsa bo'ladi. Yoshlar faqat bir hafta bir marta ishlatadi yoshlar. Centellani gidrofilli maslasi bo'ralar chuqur tozalab beradi. Ugrili, akneli yuzlarga juda ham yaxshi. 1 oylik mini nabor bu. 1 oy davomida ishlatasiz. Bir haftada o'zi yaxshigina natija olishni boshlaysiz. Centellani dual nabori. Bunda ham gidrofilkasi bo'ladi, ham penkasi bo'ladi. Yuzingizni 2 etap tozalashda foydalanasiz. Keyin tanadagi ortiqcha tuklarni tozalash uchun shu kremdan foydalansangiz bo'ladi. Teringizni qattiq dag'al qilmasdan yengil tozalab beradi. Ya'ni buni surtasiz teringizga 15-20 minutdan keyin nam mato bilan artib tashlaysiz. Bo'g'im og'riqlariga, tanadagi og'riqlarga juda ham yaxshi. Glukozamin mask kattalar uchun foydalansa bo'ladi. Keyin oyoqlar teri qurishlariga, tovon yorilishlariga krem, sheba terni namlantiruvchi kremi quruq yuzlarga, mayda ajinlari bor yuzlarga juda yaxshi ishlab beradi. Yuzingiz penkada tozalagandan keyin surtib olasiz. Keyin bu tanani ortiqcha joylardan, qoraygan joylarni oqartirib beradi. Qo'ltiq, tirsak sohasidagi qorayishlarni oqartirib berishga ishlatiladi. Anvani yog'li yuzlarga, po'rali yuzlarga penkasi hamda buni gidrofilkasi ham bor. Birga nabor qilib ishlatsangiz ham bo'ladi, alohida olib ishlatsangiz ham bo'ladi. Po'rali yuzlarga Centellani shunaqangi penkasi ham bor. Bu ham teringizni quritmasdan chuqur tozalab beradi po'ralarni. Buni nabor qilib olsangiz ham bo'ladi. Buning nimasi bor. Toneri, serumi, keyin tozalovchi maskasi ham bor. Bu yuzda xiraligi bor, dog'i bor ayollarga Centellani oqartiruvchi penkasi. Maskalarimiz bor. Bizdan mahsulot zakaz qilib olganlarga buni qo'shib beramiz. Maskalarimizni keyin dona olinsa, donasi 10 ming so'mdan. Shunaqangi qimmat brend tushdan oldim. O'zim ishlatib ko'rdim. Kipriklarni ko'tarib, ob'yom berar ekan kipriklaringizga. Uzun qilib ko'rsatar ekan kiprigingizni. Sifati zo'r ekan. Yallab ketmas ekan yurganingizda. Amerikadan zakaz qilingan omega 3imiz bor.
tarkibi halol, jelatin qismi ham baliqnikidan. Bemalol olib iste'mol qilsangiz bo'ladi. Ichida 100 ta bo'ladi. 3 oydan oshiq ichishingiz mumkin. Keyin kalsiy, magniy, rux, vitamin D3 bor tarkibda 90 ta bo'ladi. 3 oy ichish mumkin. Karboksiterapiyani pachka olsangiz ham bo'ladi, dona olib foydalansangiz ham bo'ladi. Hamma yuzlar foydalanishi mumkin, ayniqsa xira, yuzda ajinlari bor, muammoli terilarga ham juda ham yaxshi. Bitta ishlatganda yaxshi effekt olasiz.